Qiziq savol. Bir odam Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga keldi. Yig'lab keldi. Ey Allohning rasuli, o'zim ham halok bo'ldim, boshqani ham halok qildim dedi. Hay, nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimning ustiga yiqildim. Unaqa bo'lsa, 60 kun ketma-ket roza tutasan dedilar. Shu rozani deb shunga duchor bo'ldim axir dedi. Bir kunini chidamasdan shu bo'lib qoldi, 60 kunni qanaqa tutaman? Bo'lmasa dedilar, bir qul ozod qilasan. Arabchada raqaba deydi. Bir bo'yinni ozod qilasan. Dedilar, haligi odam o'zini bo'yniga bir urib, mashindan boshqa bo'yin yo'q dedi. Keyin bo'lmasa dedilar, 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. Dodi o'zimni yeganim narsam yo'q dedi. O'tirib tur bo'lmasa, bir sadaqa kelib qolsa, senga beramiz dedilar. Bir muddatdan keyin zambilda odamlar xurmo ko'tarib kelishib qoldi. Haligi rozasini ochib qo'ygan qani dedilar. Chaqirishib keldi. Mana bu zambilni olganda olib borib beva bechoralarga bergan dedi. Eng kambag'aliga beraymi dedi. Ha dedi. Mendan kambag'ali yo'q berdi dedi. Deganida Rasululloh aytdilar, "Bo'pti, o'zing bola chaqayman yeyveraver" dedilar. Ana shu. Demak, yo'q bo'lganiga nima qiladi? Alloh o'zi kechiradi. Sog' bo'lganda tutar edi, sog'mas ekan. Moli bo'lganda fidya berardi, yo'q ekan. Alloh taolo bandani toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaydi.